Bugun oshqozon operatsiyasi va nihoyat hamma kutgan oshqozoningiz kestirasizmi, oshqozoningiz kestirasizmi dedilaring. Mana duxum yetguncha singlim shartta Toshkentga kel dedi, oshqozon operatsiyasi qildiraman dedi. Bugun o'zim rodnoy singlimni oshqozon operatsiyasi kuni. Singlimning holatini ko'rib turish uchun birga singlim bilan keldim. Yonida turish uchun duolarni qilib, 5:15, 5:20 larda o'rtasida hamma bilan xayrlashib, to'g'risi hammamiz ko'zimizga yosh keldi. Onam rosa yig'ladilar. Sekin operatsiyaga reanimatsiya xonaga kirib ketdi. Shunaqa zo'r kayfiyatda kirib ketdi, даже meni ham kayfiyatimni ko'tarib yubordi. Kesinligingizni tig'da tagiga yotishini o'ylaysiz, odam yuraklaringiz xap qirib, g'alati bo'lib ketar ekansiz. Operatsiyadan chiqquncha faqat duo qilib, singlim operatsiyasi yaxshi o'tishini kutib turdim. Yarim soat 40 minutlarda doktor chiqib operatsiya yaxshi o'tdi deyishdi. 8:10 larda operatsiyadan, reanimatsiyadan chiqdi. Narkozlari sal tarqagan holatda, lekin to'liq tarqamagandi. Kecha singlim operatsiyadan chiqqan holatini ko'rib, umuman men oshqozon operatsiyasi qildirmayman dedim, lekin bugungi holatini ko'rib qildirsammikin degan xayol o'tdi. Chunki holati juda ham yaxshi, og'riqlar juda ham tez o'tib ketar ekan. Nima deysizlar? Operatsiya qildiraymi yoki yo'q? Albatta, istoriyalarda to'liq ma'lumotlar berib boraman. Narkozda to'liq tarqagan bemorlar o'zini oyog'i bilan yurib chiqargan reanimatsiyadan soat 11 larda singlim ham yurishni boshladi. Og'riqlar bor, yashirmayman, anchagina og'ridi. Faqatgina shu 12 soatcha sal og'riq bo'lar ekan, 12 soat sekin sustlashar ekan og'riqlar. Va albatta natijasi yaxshi bo'ladi inshaalloh. Mana hozirgi holatini ko'rib turibsizlar. Ertasi kuni mana rosa 1 sutka bo'ldi operatsiya bo'lganiga, ancha ahvoli yaxshi.